tomoni ham, plyus tomonini aytsangiz aka, shu tomonlarni. 82 qanaqa-yu, bu 904 qanaqa ekan aka? 82 minmaganman, 80 minganman. Xo'p, 82 ni ham qanaqasi bor? Bitta aka tanishimizda bor. Ballichning mostiga bor. Oldin most kattaroq uni. Bunga turbo qo'yishgan, u ham yaxshi. Bunga qaraganda yengilligi yengilroq, og'irroq. Buni afzalli tomoni shundaki, turbina emas. Yog' tanlamaydi. Hop, ishlashlari yaxshi, skorga tushishlari yaxshi, MTZlari ham yaxshi, motorlari zo'r. Uncha-munchaga shunaqa qilmaydi, qiynamaydi odamni. Ishlashlari joyida. Endi bu boshqacharoq bizga yoqadigan tomoni ko'p. MTZni endi yaxshi MTZ ham. Zo'r trayder MTZ ham. Bu ham yaxshi. Korobkalari baquvvatroq buni. Korobkasi yaxshi. Keyin MTZlari oldi ham oddiy